Do'stlar, Chilonzor algoritm 35G mavzeda yaxshi xonadonga chiqib qolgan. Bu atrofdagi uylarning narxini qiziqib, ko'rib, avval ham qo'yganmiz bu hududlardan. Ushbu uyimizning kvadraturasiga 965-70 dollar atrofida to'xtayapmiz. Umumiy hisobda 78 ming kelishadigan joyi bor deb qo'yamiz. O'rtoqlar, uy avtoturargohi, zeleniy zona, mashina qo'yishlik uchun umuman muammo bo'lmaydi. Plus yo'l yuziga ham bir qadam shunaqa yo'lni yuzida joylashgan xonadon. Xo'p, uyimiz 9 qavatli uy binoni 3-etajda joylashgan, 3 xona 80 kvadrat. Kirib yashash uchun tayyor, remontxonalari qilib qo'yilgan yoki ijara qo'ymoqchi bo'lgan investorlarga ham yaxshi variant. Qiziq bo'ladigan bo'lsa, o'rtoqlar, o'tkazib yuboring, planovkani tanishtiraman, ko'rishinglar uchun ko'rasizlar. Bu zal qismi, mehmonxona kattagina, konditsioner, shunaqangi chiroyli aboylar yopishtirib qo'yilgan. Buni yonginasidan o'tsak, yana bitta xuddi shu razmerda spalni ko'rasizlar. Xo'p, naryo tomon oyoqdaylab polni remontlar qilib qo'yilgan. Uyga kirish qismimizda ko'rasizlar. Prixoshkamiz, kengina hol, o'zingizga moslashtirib garderobni yoki shkoflargacha qilib qo'ysanglar bo'ladi. O'ng tomonga kirganimizda uyga yuradigan bo'lsak, bolalar yotoqxonasi ko'rasizlar. Konditsioner, televizor, tashqariga qaragan oynalarigacha bor. Xo'p, mana bu yerda yana ozgina joyligi bor ekan. Shuni skrit shkop qo'ysalar ham bo'ladi, bemalol. Xo'p, to'g'riga o'tadigan bo'lsangiz, razdelniy sanuzel, hojatxonasi, buni yonginasida hammom. Ko'rasizlar? To'liq kafel qilingan o'rtoqlar. Remont holatlari chotki. Xo'p, buni yonginasida kuxnyamizga o'tsak bo'ladi. O'rtoqlar, kuxnyani ham ko'rasizlar, katta, keng qilib verandalarni ochib, shundoq tapchanlar o'tirishlik uchun sharoitlargacha qilib qo'yganlar. Uyimizni remont holatlari baribir o'zingizlarning ko'zingizlar bilan ko'rganinglar boshqa, kelib ko'rishinglarni tavsiya qilib qolamiz. Xo'p, uyimizning narxi yana bitta eslatib o'tib ketaman, 78 ming kelishadigan joyi bor. Pastda raqamlarimizni qoldiryapmiz. Hozirroq aloqaga chiqib batafsil ma'lumotini olsanglar bo'ladi. Videoga like bosinglar, bizani kuzatishda albatta davom etinglar.